1 million so'mga tayyor bo'lgan oshxona mebeli. Mashq turishi 1 million so'm. 1 million so'mga hozir tovuq kata ham qurib bo'lmaydi, lekin bu sifatini qaranglar. Qanaqa cho'tki qilib ishlangan. Bo'ylari ham balandgina. Hozir Andijon mebel bozorida bilamiz, Andijon mebel bozorida mebellar ancha arzon va shu arzon bo'lishiga qaramay yana ancha hozir aksiya qilib yuborishdi. Hozir buni to'liq ma'lumotni Diyorbek akam o'zlaridan olamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamang. Sizlar keldinglarmi? Charchamang. Zo'r aka. Endi bu mebellarimizni obunachilarimizga, xalqimizga, ya'ni katta aksiyalar boshlabsizlar. Narxi ancha arzon bo'ldi. Albatta. Shularni endi o'zingiz narx-navolar bilan tanishtirsangiz, materiallari qanaqa materiallar? Birinchida ko'rsatayotgan ishimiz razmerlari 120 razmerda bo'lgan, balandligi 220 balandlikda bo'lgan. 220. Mexanizmlari vakuumlik, chekalari plastmassa quyma PVX da ishlaganmiz aka. Ko'rishingiz mumkin, o'z-o'zi yopilaveradi. Stalishnitsalari ham yaxshi qo'yilgan, suvga isitga chidamli narsa aka. Narxlariga keladigan bo'lsa, shu kungacha aka 1 million 200, 1 million 300 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi kunga kelib aka, ko'ryapsiz, endi raqobat kuchayib ketyapti. 1 million so'mdan qilib qo'yganmiz, skidka qilib aka buni. Shu turishi 1 million. Shu turishi 1 million so'm, razmerlari eniga 120, balandligi 220 sm da tayyorlaganmiz. Materiallari rossiyskiy laminat materialda bo'lgan. Hop, yonidagi ishga keladigan bo'lsak, bunimiz ham razmeri 170 bo'lgan, balandligi 210 bo'lgan, sal bo'yni pastroq qilganmiz. Buni ham materiallari rossiyskiy laminatdan bo'lgan, mexanizmlari vakuum, chekalari plastmassa PVX kromka bo'lgan, o'zi yopilaveradi chiroyli holatda. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 400 ming so'm qilib qo'yganmiz shu kunda. O'zi 1 million 600, 1 million 700 mingdan sotayotgandik. Turishi. Shu turishini 1 million 400 ming so'mdan joyida olib ketish mumkin bemalol. Zo'r. Hop, bu tomonga keladigan bo'lsa, aka razmerlari ko'rsangiz, sal balandroq bunda 230 bo'lgan, eniga ham 240 holatda bo'lgan aka. Rakvinani ikki tomonga ham qo'ysa bo'laveradi. Xohlasa bu tomoniga, xohlasa bu tomonga. Endi hammani har xil joyda joylashgan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, aka buni shu turishini 2 million so'm qilib beramiz. Shu turishi 2 million. Skidka qilib, o'zi 2,5 million, 2 million 600 ming sotganmiz. Shu turishini aka 2 million so'mdan siz obunachilaringizga qilib beramiz aka. Plafonlarni ham ko'rishingiz mumkin, aka 3 xil rangda yonaveradi bular. Yonaveradi. Albatta aka, tok tulab qo'yadi, 220 voltda bemalol ishlaveradi aka, chiroyli holatda xizmatini qilaveradi. Endi men yonida ishga keladigan bo'lsak, bularimiz endi sal high-tech desak bo'ladimi, hali endi sal qimmatroq materialda ishlangan, razmerlari 3 metr bo'lgan, balandligi 235 sm bo'lgan. Xo'p, chekalari plastmassa quyma kromka, ichlarida ham plastmassa PVX qo'yganmiz aka. Stalishnitsasi rossiyskiy zavodskoy bo'lgan bunda aka, qalinligi 3 sm, orqalari kafel bo'lgan buni. Kafel bo'lgan. Kafel qilib berganmiz aka. Hammasini kafeli qilib beriladi. Hammasini o'zimiz kafelini terib, xohlasa kafel, xohlasa granit qilib beramiz aka. Tayida duxovka, bu yerda panelni, varishni panelga gazga joylashganmiz. Tepasida vitishkaga joy qilib qo'yganmiz. Bu tomonda rakvinani xohlasa egasi yumaloq desa, xohlasa to'rtburchak desa, joylashtirib bera olamiz. Xo'p, Turishi qancha hozir mana necha? shu turishini aka 5,5 million so'm sotyapti shu kungacha. 5 million so'mga aka chiroyli qilib vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beramiz. Dastavkasini-chi, vodiy bo'yicha. Albatta aka. Agar bu joyga tushmaydi, meni joyimga deydigan bo'lsa, shu ishimizni 1 pagonniy metrini eniga 1 metr mana tepaga pastgacha hisoblanadi. 1 pagonniy metrini 1 million 700 ming so'mdan qilib beramiz. 1 million 700 ming. Albatta aka. Pagonniy metr. Shu turishini 1 million 700 ming so'mdan dastavka uстановкасini ichida qilib beramiz vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha. Albatta. Samarqand, Voha tomonlardan chiqsa yo'l kirasi. Toshkent, Samarqand, Vohalardan kelishilgan holatda yo'l kirasini qo'shib berishadi. Ozmoz chiroyli qilib aka o'zimiz yetkazib faqat yo'l kirasiga qo'shilib qoladi. Albatta aka, yo'l kirasini o'ziga qo'shilib qoladi. Sababi endi biz o'zimizda mashina yo'q, u tomonlarga vodiy ichi bor aka. U tomonlarga yo'q, Isuzu'larda chiqaraveramiz. Mashina yo'l kirasi qo'shiladi xolos. Xo'p, mana joyini ko'rsatishsa o'zlaring yana qolgan hali. Ha, joyiniki fasollari aka, misol ha, albatta aka. Endi bular endi sal gap tortishga sal hamyon bo'lib narxlarda bo'lgan. Endi hali misol kimdadir high-tech fason joyi balandroq bo'lishi mumkin. Ularni Telegram, Instagramdan misol ko'rib turib yozsa, chiroyli qilib kataloglari bor, tashab beramiz. Fasollarini 3D qilib chiqarib beramiz joyiga qarab. Xudo xolasa kelishilgan holatda chiroyli qilib tayyorlab beramiz joyiga aka. Zo'r. Xo'p, Diyorbek biz endi qo'shni respublikalar, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonlar ham kuzatadi. Obunachilarimiz bor. Ular orasida ham o'sha tomonlardan qo'shni respublikalardan zakaz tushib bo'lsa, yetkazib berilganmi? Yetkazib beryapmiz aka. Qirg'izistonga ko'p chiqardik. Jalolobod, O'shga borib berdik aka. Vodilga borib berdik, misol So'xga borib berdik. Ko'p joyga qildik aka. Qirg'izistonga ham borib berdik aka. Xo'p, sizga zakaz berish uchun oldindan qancha summasini to'lovini qilish kerak? Aka, endi hammada sharoit har xil bo'ladi. Endi ishonch uchun oz-moz olamiz o'zi. Ko'pchilik hozir 50%, 60% deydi. Ishonch uchun endi misol mana biz ham birinchi marta ko'rib turamiz bu odamni. Biz ham o'zimiz shartnomalarimiz bor aka. Shartnoma bilan boramiz, dokumentlarni qilib, chiroyli qilib o'lchaymiz. Endi sharoitga qarab turib oz-moz zaklatini beradi. Shartnomada dogovor moncha summa avans oldim deb yozib turib, qo'l qo'yib chiroyli holatda aka bitkazib yuboramiz.
aynan mana 50% yoki 40% to'lov qiladi demaymiz. 20% Sharoitdan kelib chiqib, ha, 30% sharoitdan desa- kelib chiqib, misol, nech pulga dogovor qilsak ham, sharoitdan kelib chiqib zaklatini beradi, chiroyli qilib olib borib ustunovka qilib bo'lganimizdan keyin ko'rib, qabul qilib olib, qolgan to'lovini beraveradi. Beraveradi. Hurmatli obunachilar, mana ishlar ko'rdilar. Biz qo'ldan kelgan sizlarga ma'lumotlar berishga harakat qiling. Narxlar bemalol solishtiraverasizlar, atrof bilan narxlar ancha arzon. Menimcha bu narxlarga Xitoyda o'zi ham qilib bera olmaydi. Qarang, 1 million so'mga shunday bemalol olib ketsangiz bo'ladi keyin. Pastda nomerlar qoldiryapman, Diyorbek nomerlarini bemalol aloqaga chiqing. Yana biz bera olmagan ma'lumotlar bo'lsa, o'zlaring telefon orqali bemalol ma'lumotlar olishlaring mumkin. Pastda nomerlar qoldirdik, aloqaga chiqib ishlaring bitiraverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Aka, mayli, sog' bo'ling, charchamanglar, ko'p bo'ladi, rahmat.